Hozirda azitromitsinni odamlar orasida ko'r-ko'rona iste'mol qilish va ayrim shifokorlar tomonidan nazoratsiz yozib berish holatlari ko'p kuzatilmoqda. Preparat aslida infeksiyalarga rezistentligi jihatdan na birlamchi va na ikkilamchi antibakterial dorilar qatoriga kiradi. Bu preparatning o'z ko'rsatmalari, o'z qo'llaniladigan doirasi, mutaxassislar biladigan sferasi mavjud. Bu preparatni keksalarda, surunkali yurak yetishmovchiligi bor bemorlarda, infarkt o'tkazganlarda, antidepressantlar, antiaritmik preparatlar iste'mol qilayotganlarda, aritmiyalarga moyilligi bor odamlarda ehtiyotlik bilan qo'llash talab etiladi. Chunki qorincha tahikardiyasi va hatto o'limgacha olib borishi mumkin. Ayniqsa Coviddan keyin bu holat juda ham ko'p kuzatilmoqda. Ayniqsa shifokorlar orasida. Bu preparatni iste'mol qilganda sizda bosh aylanish, ko'ngillanish, yurak o'ynash holatlari kuzatilsa, zudlik bilan EKG qildiring va kardiologga murojaat qiling. Preparatlarni o'z holingizcha tanlamang, chunki turmush tarzi o'zgargan sari preparatlarga bo'lgan rezistentlik va asoratlar holatlari juda ham ko'p kuzatilmoqda. Bizni kuzatib boring.